yuragim ko'tarmaydi. Yuragimga hech nima sig'masdi. Boshim og'rib, aytam bitta to'chiga orqa miyam bilan. Belimda ham girija bor, oyoqlarim, qo'llarim og'riydi. Skori chaqirib, qaltirab, bezaklar tutib 200 ga chiqib ketar ekan. Avval qanaqa edi mana? Avval voy bolam bir mazam qochdi bolam. Endi men ketib qolaman deb, yo'q, tamom og'zimga dori tomizib. Yaqinlaringizga ilinyapsiz. Nima uchun? Men shifo topdim bolam. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, hurmatli hamyurtlar. Ko'rgani boramiz ko'rsatuv ijodkorlari. Bugun Uchko'prik tumanida mana shu xonadonda istiqomat qiluvchi Saboxon ona ham bundan bir necha yil avval sog'ligi yomonlashganligi sababli yuqori qon bosimidan aziyat chekib, Doktor Ali salomatlik markaziga tashrif buyurgan edilar. Doktor Ali mahsulotlari sabab bugun onaxonning sog'ligi ijobiy tomonga o'zgargan. Bugun ko'rsatuvimiz ijodkorlari bilan birgalikda onaxonning xonadonlariga ko'rgani, sog'ligini bilgani tashrif buyurdik. Keling, hozir ularni taassurotlari bilan sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Saboxon xola. Assalomu alaykum xolajon. Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Sog'lik qalay? Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Ha, ko'rinishlaringiz ancha yaxshi, ko'z tegmasiz. Yaxshisiz. Mana bu endi bizni Doktor Ali salomatlik markazimizdan. Ko'z tegmasin ilohim. O'zim boraman deb turdim. Ha, mayli. Yaxshi kelibsizlar bizga Rahmat. xonadonga. Qani uyga marhamat. Saboxon xola, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Sizlarni ko'rganimdan ming marta xursandman bolam. Avvalo har bandaga Alloh shifo bersin. Bir mazam qochib bolam, juda mazza qochgan. Davlena chiqmasdi menga. Bir davlena chiqib qo'shim inovatay doim havorab turardi. Keyin bo'lmadi, ukol urib har kuni kunda kunora iskori. Keladi, keyin o'rtog'im yuring, meni xo'jayinim mazzasi yo'q, o'sha doktor Ali choydan ichar edi, mazzam yo'q, 5 ta dorini ichib embalab zo'rg'a taksi bilan bordik. Borib yaramadim. O'sha choylarni olgani o'rtog'imni olib berdi. Keyin o'rtog' dedim, keldim dedim. Bir professorga uchrab ketay deb kirdim. Belimda ham girija bor, oyoqlarim, qo'llarim og'riydi. Shunaqa, shu 5 ta dori ichib keldim, yaramadim, hasta kirdim deb. Keyin yoshimda ulug'ligiga darrov olib kirishib, ko'rib, yozib, choylardan, vazam, nimalardan berdi, ichdim. Shunday mehri oqibat bilan ichdim, muomalalar, choyidan ichkizishdi. Shu qishin yozin choyim tayyor meni. Avvalo Xudo shifo bersin har bandaga. Skori chaqirib, qaltirab, bezaklar tutib 200 ga chiqib ketar ekan. Keyin qarab turadi, rahmat qo'ni qo'shinlarimga ham. Ammo kimga bo'lsa tavsiya qilaman choyni. Bechoy tura olmayman bolam. Saboxon xola, mana aytyapsiz, o'zingiz ancha dadilsiz, ko'z tegmasin. Endi dadilman, qidirib, mana pata lozim joylarga, to'ylarga ichimizga nima to'ylar. Avval qanaqa edi mana? Avval voy bolam bir mazam qochdi bolam. Shu bitta mana shu to'chka og'rirdi orqa miyam bilan. Aytaman, o'rtam yuring. Xo'jayinimda mazzasi yo'q edi. O'sha choyni biz necha yildan ichyapmiz deb, o'sha mehrigiyoga ta'sirini chaqirib, ta'sida yetalab borgan meni. Juda mazza yo'q. Ahvolingiz yomon bo'lgan ekan. Juda ahvolimcha, bo'g'in kirishi ham bor. Davolanmagan. Endi avval doktorlarga ham rahmat, vaqtincha ekan. Ammo buni dorilarni ham birdaniga tashlamang, ichavering asta-asta. O'sha bergan balzamlari, yaxshi yurishlarim, hamma menga qo'ni-qo'shnilarim ilhoq edi. Yaxshisi deb, endi avvalo Xudo bo'lam. O'sha Allohning bergan rizqi, o'sha ishchilarga ham hammalaringga rahmatlar aytdim. Ammo kimga bo'lsa aytaman, shu doktor Ali choydan ichinglar. Tojikistonga ham e'lon qilib kelganman. Ammo olib yuraman yonimda doim. Nimaga mana shu siz yaqinlaringizga ilinyapsiz? Nima uchun? Chunki sizda mana shu foyda bo'ldi, sizni taningizdagi. Albatta. Meni belimda girija bor, unga ham dori, oyoqlarim, qo'llarim og'rirdi. Qachondan buyon? Mana shu oktyabrda bordim, o'shanda 4 yil bo'ladi bolam. 4 yil bo'ladi, Xudo xolasa. Avvalo hammaga ham shifo bersin bolam. Tojikistondan kelib tursam, bittasi nevarasini yetalab Toshkentda bir nima bor ekan, klinika. Shu gijasi bor, ota-onasi Rossiyada deb
Birga keldik Lenoboddan. Dedim uni yetalab, olib kirib, Zokirjonga uchratib ketganman, kiring shaqa deb. Hali u hali deng adresimda nomer telefonda qancha nevara Shipatov, mana doktor. Shipatov telefon qilib turadi o'sha Lenoboddan. Endi bolalarimga ham, hammaga, uni nevaralarim hammamiz ichamiz. Termizga damlab qo'yaman qishchi, yozda choynakka damlab qo'yaman shu. Endi Alloh shifo bersin bolam. Yaxshi bardam yuribman. Meni yurganimga qo'shinlarim ham hamma xursand qarindosh urug'larim. Albatta, dardni berguvchi Alloh, lekin shifosini berguvchi ham yaratgan egam. Mana bu sababchi bo'ldi sizni. Doktorlar ham hayron, xolam, mesesirani yuvaribdi. Bor, xolam mazasi yo'q edi, nima jimjit deb. Bu Shahobiddin doktor ham kelibdi, xola, nima tinchim dedi. Endi men ali choy ichyapman dedim. Shuni ichib menga Alloh shifo berdi dedim. Yaxshiman bolam, yengil o'sha yuribman bolam. Behassa, benima. Yurgizganiga shukr. Mana siz uzoq yillardan buyon qon bosimidan aziyat chekkan ekansiz. Mana bundan tashqari grija, oyoqlardagi og'riq, holsizlik deyapsiz. Qo'llarim uyishardi-da bolam. Mana ijobiy natijasini o'zingiz qanchada bildingiz mahsulotni? O'sha boshimda og'rigi xola dedi, yo 3 kunda, yo 5 kunda ta'sirini bilasiz dedi o'sha Zokirjon. Aytdi, yo'q 3 kunda sal yengilladim. 5-kuni umuman doim sumkamda dori edi. 5 kunda bosh og'rig'i yo'q, yengil bosh. Ammo kim kelsa choy damlab beraman. Bundan ichinglar, dori ichmaydi. O'zingizga ravo ko'rgan yaxshilikda ularga ham illanyapsiz. Illanaman. Nimada cho'lda ham akamlar bor, er-xotin dalina. Ularga ham ilm, ular ham ishadi. Hammasiga. Men dedim shifo topdim, hamma ham shifo topsin. Shular o'sha doktor Ali ishchilariga, hamma mana professorlarga, ayniqsa Zokirjonga juda shirin gapli bo'lam. Xolajon hech ilog'imang. Yaxshi bo'lib qolasiz, yig'labman kirib. Xonim chada shunday yetalab olib kirishdi. Yig'labman, men yaxshi bo'lib ketamanmi bolam dedim. Shunda dedim, shu boshimni ko'tarolmaydim, uni o'rtam majbur qilib olib keldi dedim. Shifo 3 kunda bo'lmasa 5 kunda. 3 kunda o'zi yengillik berib, qo'llarimda ham uyishlari, mana oyoqlarda tomir tortishlari, bellar, u belimda og'riganiga girijaga kichkina mana 77-yil bo'lsa 78-yilda men girijamni olishaman. Xudoga shukr, yaxshi yurgizganiga shukr. Hozirgi holatingizni solishtirsangiz qancha o'zingizga necha foiz tuzaldim deb hisoblaysiz? Men aytamanki 100% desam ham bo'ladi bolam. Nimaga? Hech ovdasdan ham ko'tarolmay qolgandim men. Shuni nevaralar olib borardim. Ovdasdan ham namozni turib o'qiy olmasdim. Shunday edim. Shu yuragim g'alati bo'lib, shu orqa miyamlar og'rib, yuragim g'alati bo'lib jonimni kelib turaverib qaltirar edim. Yomon qaltirar edim. Yo'q, o'shalar yo'qib ketdi bolam. Shunga shukr. O'shaning Ali choyda shunday mehr qo'yganmanki, mehriga odalam nima bo'lib, kimga bo'lsa tavsiya, shu choyda hammaga tavsiya qilaman deb bolam. Nimaga? Men shifo topdim bolam. Ko'z tegmasin. Sizda qangi insonlarimiz ko'paysin. Mana teletomoshabin do'stlarimiz sizni ko'rib ibrat olishsa, oiladagi mana sizda qangi nuroniylarimiz ko'rib, mana sizdan ibrat olib, keyinchalik sizni xonadoningizga kelib, Saboxon opa, ming rahmat. Sizni intervyuingizni ko'rib, men o'zimga kuch oldim. Mana shu mahsulotni xarid qilib, mana o'zimiz sog'ligimni tikladim deb sizga rahmatlar aytib kelishdi. Ajab emas. Bundan keyingi bosqichda ham, bundan keyingi hayot yo'llaringizda ham sizdan hech qachon sog'lik, salomatlik sizni tark etmasin. Men sizni hech qachon 70 yoshga kirgan demayman. Hali yoshsiz. Mana nevaralarni ko'rdim, mana hovlida ish qilib yurganingizni ko'rdim. Kuch-quvvatingiz bor. Ilohim bundan keyin yaratgan egam sizga yoshingizga yosh qo'shsin-da, hamisha mana shunaqangi yosharib, mana shu doktor Ali mahsulotlari esa sizga hamisha hamroh bo'lsin deymiz. Aziz teletomoshabin do'stlar, hurmatli hamyurtlar, mana birgina Saboxon hojijonani ko'rgani kelish bilan bir qatorda ularni sog'liklarini bildik. Mana natija biz kutgandan-da a'lo. Mana shu mahsulot agar sizga qiziqish uyg'ongan bo'lsa, sizni qiziqtira olgan bo'lsa, mana shu mahsulotni iste'mol qilish niyati, xohishi paydo bo'lgan bo'lsa, hoziroq mana shu ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Sog'likni faqat to'shakka yotib, ukol dori olganda emas, balki har kuni, har on, daqiqada, vaqtida
qadriga yeting, o'zingizni avaylang, o'zingizni ehtiyot qiling va Doktor Ali salomatlik markazi taqdim etayotgan mahsulotlar hamisha sizni hamrohingiz bo'lsin deya bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.